Assalamu alaykum qarindoshlar. Matematika san sıfırlardan direkt beradi. Matematikani yaxshi o'rganish, san sıfırlarni yaxshi bilish bilan zich munosabatlik. Unda bo'lsa, bugun biz tunji soatlik darsimizda shu matematikadagi san sıfırlar bilan bir tunishib chiqaylik. Odatda biz matematikada aqlimizga keladigan barliq sonlarni real sonlar kategoriyasiga tava deb qarasak bo'ldi. Real sonlar deganimizcha irratsional sonlar va ratsional sonlar deb ikki cho'ng bo'lakka bo'linadi. Ratsional sonlar, bütün sonlar ve kesir sonlar deb yana ikki bo'lakka bo'linadi. Bütün sonlarcha manfiy bütün sonlar, nol ve musbat bütün sonlar deb uch bo'lakdan tarkib topadi. Unda qolsa biz bular bilan qanday tafsiliy bir tunishib chiqaylik. Real sonlarni biz matematikada qanday R harfi bilan ifodalaymiz. Unda bo'lsa ben nolni bu yerga yozay, shundami? Noldan cho'ng bo'lgan sonlar. Masalan, aqlimizga kelgan qanday 3, shundami? 5.2, shundami? 108, yana qanday 2020, shundami? Yoki bo'lmasa qanday 100 deganga o'xshash. Unda bo'lsa noldan cho'ng bo'lgan bu sonlarni biz qanday musbat real sonlar deb R plus harfi bilan ifodalaymiz. Unda bo'lsa noldan kichik bo'lgan sonlar, masalan, minus qanday 2, minus 120 yoki minus 3dan 1 yoki minus qanday 0.3 deganga o'xshash. Noldan kichik bo'lgan qanday real sonlar. Biz buni nima deb ataymiz? Manfiy real sonlar deb ataymiz ve R minus harfi bilan ifodalaymiz. Bu yerdagi minus qanday bu real sonlarning noldan kichik ekanligini ko'rsatib turdi. Bu yerdagi plus yoki qo'shilgan belgisicha bu real sonlarning noldan cho'ng ekanligini ko'rsatib turdi. Unda bo'lsa real sonlar deganimizcha noldan kichik bo'lgan qanday manfiy sonlar, shunami yoki manfiy real sonlar va noldan cho'ng bo'lgan qanday musbat sonlar yoki musbat real sonlar va noldan tarkib topadi ekan. Shunami? Undaq bo'lsa ratsional sonlarcha. Ratsional sonlarni biz matematikada qanday Q harfi bilan ifodalaymiz. Men Q teng qanday A bo'lingan B shaklida yozay. Bu yerdagi B albatta qanday 0 ga teng bo'lsa bo'lmaydi. Nima degan gap? Oddiy kesir nuqtasidan bu A surat, B cho maxraj, ya'ni A bo'linguchi, B bo'lguchi. Matematikada B qanday alqa yoki bo'lguchi qat'iy 0 bo'lib qolsa bo'lmaydi. Masalan, 0 ni 2 ga bölsem 0, shunami? Chunki 0 ga yo'q narsa, ammo 5 bo'lingan 0. Bu xil tipdagi narsa matematikada mavjud bo'lib tura olamdi. Asla mumkin emas. Chunki bu yerda qanday bo'lguchi 0 bo'lib qoldi. Unda bo'lsa qanday sonlarni ratsional sonlar deymiz? Ikki butun sonning nisbiyligi bilan ifodaligi bo'lsa, bu xil tipdagi sonlarni biz matematikada ratsional sonlar deymiz. Masalan, bir qancha o'rnak beray. 5 dan 8, 8 ning boshqa bo'lgan nisbati degan gap. Yoki masalan qanday 4 dan 3 shundami? İki bütün sonning nisbiyligi. Unda bo'lsa, masalan, buni qanday 0.175 qilib o'nlik kasrga aylantirasizmi? Yana o'xshash, qiymat o'zgarmaydi, shundami? Yoki bo'lmasa, masalan, qanday 10 dan 7 deganga o'xshash. Bular hammasi ratsional sonlar. Unda bo'lsa, irratsional sonlar deganimizcha, masalan, bir qancha o'rnak beray. Pay shundami? Bu pay qanday chambar turoqligi 3.14 taxminan biz bunda mushta ishlatamiz. Lekin bu cheksiz ketadi. Ya'ni bir qancha xona yazsam, shundami? 3.14 ning keyiniga. Masalan 159, anondan keyin 26, 53 deganga o'xshash mushta cheksiz ketadi. Hech bir qonuniyati yo'q. Unda bo'lsa, masalan, qanday yildiz asti 2 yana. Yildiz asti 2 biz buni qanday hisoblab chiqolmaymiz. Faqat ma'noga o'xshash ilm-fan hisoblash mashinasimi deydi. Buning bilan hisoblagan vaqtimizda yildiz asti 2 ni qanday o'nlik kasr qiymatini hisoblab chiqildi. 414, anondan keyin 213 56 deganga o'xshash mushta ketadi. Ya'ni hech bir qonuniyati yo'q. Ya'ni masalan yildiz asti 5, yildiz asti 7 deganga o'xshash bir turkum qanday irratsional sonlar bor. Unda bo'lsa ratsional sonlar, irratsional sonlar bu biz Uyg'urlarga masalan biroz tushunish, tasavvur qilish mumkin dastlabida. Men buni balkim inglizcha tushunsam texim yaxshi tushunasizlar. Bu ratsional sonlar degani biz ingliz tilida rational number deymiz. Bu rational degan bu so'z aqlona yoki aqlga uyg'un yoki qoidaga uyg'un degan ma'nosi bor. Biz bu yerda tushunadigan shu qoidaga uyg'un bo'lmaganligi masalan irratsional sonlardan chiqib turdi. Unda bo'lsa ratsional sonlarcha yana bütün sonlar va kasr sonlar deb ikkiga bo'lingan shundami? Unda biz bütün sonlarni biz matematikada qanday Z harfi bilan ifodalaymiz. Masalan, bütün sonlar degan qanday sonlar? 2 bir bütün son shundami? Unda bo'lsa masalan qanday 380 minus 120 shundami? Masalan qanday yana 42 masalan shundami? Minus 30 deganga o'xshash bütün sonlar. Unda bo'lsa kasr sonlarcha
Kesir sanlar qanda bütün san bo'lmagan ratsional sanlarni biz qanda kesir sanlar deymiz. Masalan, 5'ten 8 şunama. 5'ten 8, 8'ni 5 ga bölsem qanda 1,6 yazsaqmı buludu. Yoki masalan 3,8 şunama. Masalan, bireylerning temperaturasini ölçüdük, beden temperaturasini 37,3 chiqdi. Agar 37 chiqqan bo'lsa, bütün san bo'ldi. 37,3 chiqib qoldi şunama. Bu bir kesir san. Yani bütün bo'lmagan yoki parcha son. Unda olsa bütün sonlarni yana manfiy bütün sonlar, nol va musbat bütün sonlar deb 3 bo'lakka bo'ladiganmiz. Biz bu yerda nima dedik? Noldan kichik bo'lgan sonlarni manfiy sonlar dedik. Shundaymi? Unda olsa noldan cho'ng bo'lgan sonlarni musbat sonlar dedik. Unda olsa manfiy bütün son deganimiz qanday bo'ldi? Noldan kichik bo'lgan qanday bütün sonlar. Masalan, bir qancha o'rnak beray. Minus 1 şunama, minus 2, mesela minus 300 qanda 5, minus 120. Yani qanda noldan kichik bo'lgan bütün sonlar. Unda olsa musbat bütün sonlar uchun noldan cho'ng bo'lgan bütün sonlar shunama. Mesela 1, 2, 3, yani mesela 340, mesela qanda 1001 shunama. Noldan cho'ng bo'lgan bütün sonlarni biz qanda musbat bütün sonlar deb ataymiz. Biz bütün sonlarni z harfi bilan ifodalaymiz. Manfiy bütün sonlarni z minus, yani z ilingan. Musbat bütün sonlarni z plus, yani bu yerdagi bu qo'shish belgisi amaliyotda bu bütün sonninki qanday musbat bütün son ekanligini, ya'ni noldan cho'ng bo'lgan bütün son ekanligini ko'rsatib turdi. Bu yerdagi minus bu bütün sonning noldan kichik bo'lgan manfiy bütün son ekanligini ko'rsatib turdi. Undaq bo'lsa, yana bir hukm bor matematikada, yana bir atalg'u sanaq sonlar. Sanaq sonlar degan qanday sonlar? 1, 2, 3, 4, 5, shunami? 1, 2, 3, 4, 5. Yani musbat bütün sonlarni biz qanday sanaq sonlarga teng desak bo'ladi. Unda bo'lsa, tabiiy sonlar deb bir narsamiz bor matematikada. Tabiiy sonlar degan qanday sonlar? Nolni o'z ichiga olgan 0, 1, 2, 3, 4, 5 shunami? Mushta ketadigan davomli cheksiz ketadi. Unda bo'lsa, yani ben mayadan ifadelasam, şunama 0 ve qanda 0 ve barliq musbat bütün sonlar nim bo'ldi? Tabiiy songa teng bo'ldi. Shunami? Unda olsa biz bularni qanda tabiiy sonlar deb ataymiz. Sanaq sonlarni bayatın sözlük şunama. Mesela kitap cihazidagi kitapni sanab beqandisi 1, 2, 3, 4'dan başlaymiz. Ama mesela imtihanda ma'qul tipdagi savollar chiqishi mumkin. Tabiiy sonlar bilan sanaq sonlarning qanday farqi bor? Qanday farqi bor? Tabiiy sonlarda 0 ni o'z ichiga oldi, shunami? 0 bor, ama sanaq sonlarcha 1dan boshlangan qanday musbat bütün sonlar. Birisida 0 bor, birisida 0 yo'q. Unda bo'lsa bugungi qanday eng oxirgi bir tal mazmunimiz qolib qoldi, tub sonlar. Matematikada qandaq sonlarni tub sonlar deymiz. Tub sonlar faqat bir ve o'zigila bütün bo'linadigan sonlarni biz qanday tub sonlar deymiz. Masalan, bir qancha tal misol beray. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 mushta ketadi. Unda bu sonlarning qandaq bir o'rtaq aloyligi bor? Bu sonlarning hammasi qanday bir ve o'zigila bütün bo'linadi. Masalan, Mesela 7'ni misalga alaylik. Şundama 7 bölüngen 1 tane 7. 7 bölüngen 7 tane 1. Onda olsa 7'ni 1'ge bölsem bütün son çıktı. Şundama 7 çıktı. Onda olsa 7 1'ge qanday bütün bölündiken. 7'ni 7'ge bölsem 1 çıktı, bütün son çıktı. Onda olsa 7 7'ge bütün bölündiken. Mesela bireylen deydi. Onda olsa 15 mi qanday tub son bo'la olamdi? 15 tub son bo'la olamdi. Mesela 15'ni 1'ge bölsem neçe? 15. Ama 15'ni 3'ge bölsem 5. 15'ni 5'ge bölsem 3. 15'ni 15'ge bölsem 1. Onda olsa bu 15 1 ve özüdün başka, yani 3 ile 5'ge mi qanday bütün bilendi. Şunlaşqa bu 15 qanday tub son bo'lmaydi. Tub son degan qandaqdi? Faqat 1 ve üzügüla bütün bilengen ma 7'ge o'xshash sonlarni biz qanday tub son deymiz. Bu xil o'rnaklar yoki misollarga oid ko'p, mesela 31 mi bir qanday tub son bo'la oladi. Bugungi darsimizda biz matematikadagi sonlar bilan bir qur tunishib chiqqan bo'ldik. Unda bo'lsa savol, matematikadagi sonlar faqat bulardan
ibaretmi? Muşlardan da direkt beremdi. Yo'q. Biz to'liq o'tirishga chiqqan vaqtda, ya'ni o'ginimiz matematika olimlar ijod qilgan murakkab sonlar sistemi, ya'ni turkchada karmashk sayı deb qo'ydi. Bu sonlarni biz qanday vaqt kelganda o'ginimiz. Unda bo'lsa, masalan, bugun so'zlagan bu mazmunlarimiz qanday boshlang'ich to'liqsiz saviyasidagi o'quvchilarga biroz ig'ir kelib qolishi mumkin. Chunki biz qanday manfiy sonlarni yoki qanday yiltizlarni yoki bo'lmasa o'nliq kasrlarni, oddiy kasrlarni tafsiliy o'rganmadik, shundaymi? Albatta, tushunib qabul qila olsanglar, texi yaxshi. Agar bo'lmasa, qanday matematikada mushtabir sonlar bor ekan degan kallada bir uqum bo'lsa, bu yetarli. Ya'ni keyingi darslarimizni tushunishingizga hech bir ta'siri bo'lmaydi. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.